Assalomu alaykum hamyurtlar. Mana Chus shahriga 3 tali sammoykamizni o'rnatib berdik. Xudo xolasa mana invertorli puskatelli sistemalar bilan juda ham chiroyli, juda ham ideal holatda. Xudo xolasa hamyurtlar ko'rib boraverasizlar. Bizda doimiy yangiliklar juda ham serob ko'rishlaring mumkin. Imkon qadar texnik xonamizni Xudo xolasa bir qator sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana azizlar 1 tonna 250 kiloli bochkalarimiz, osmos apparatlarimiz bilan bekami ko'z o'rnatib, ximiya bachoklarimiz mana ko'rishlaring mumkin azizlar. Har bitta boksga ikkitadan penaga отдельный motor и suvosk osmoslarga отдельный motor qilib, ximiyalarga отдельный motor qilib mazmunli pompalarimiz bilan qo'yib berdik. Hamyurtlar ko'rib borishlaringiz mumkin. Imkon qadar ideal holatda chiroylab. Aka, bir qator bir so'z navbatini sizga beraman, bir gapirib o'ting. Mayli.